Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Kun уже obedga yaqinlashdi, 11 bo'ldi. Bugungi mavzuyimiz metabolizm. Metabolizm va hazm qilish tizimi. Nega bu ikki xil jarayon bir-biri bilan chambarchas bog'liq? Shu to'g'risida gaplashamiz. Spikerimiz Gulxoya Nuraliyevna bizni klinikamizda doim birga faoliyat ko'rsatadigan gastroenterolog, infeksionist, bir vaqt ham kattaragan bolalarga xizmat ko'rsatadigan mutaxassis. Men o'zim Musharraf Odilov Hajiboyevich. Bu loyihamiz haftada 2 son, 3 son chiqyapti. Fakat endi yana davom etishi, ko'paytirishimiz sizlarning talab ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda davom etadi. Hop, metabolizm nima? Metabolizm bu to'g'risida agar istasangiz men birinchi tushuncha beraman, agar yo'q desangiz siz boshlab turing, men qulturdan aytaman, ma'qul desangiz. Mayli, siz boshlang. Men oxirida qo'shimcha men qo'shimcha qilib qo'yay. Chunki har safar men ko'p gapira olaman-da. Metabolizm bu organizmda ovqat yeganimizdan boshlab organizmga kirgandan ichakdan u qonga so'rilib, qondan hujayralarga boradi va ular parchalanish jarayoni bu metabolizm deyiladi. Ya'ni yegan ovqatimizdan vitaminlar, oqsil, energiya, yog' darajasida o'sha ovqat parchalanib ketishi hujayraning ichida bu metabolizm deyiladi. Endi katabolizm bu teskarisi, ya'ni parchalanishi. Shu masalan yegan ovqatimiz yog' bo'lib, yog' to'qmasigacha bordi, metabolizm jarayoni. Katabolizm o'sha bizani ochlik periodimizga qarab yoki qilayotgan sarflayotgan energiyamizga qarab to'plagan energiyamizni yoki bazalarimizni, yog', uglevodni yana qaytadan bizga sarf qilish uchun parchalanish jarayoni hisoblanadi. Shu ikkita jarayon inson organizmini boshqaradi, energiya bilan ta'minlaydi. O'sha jarayonga qarab odamlarning semizligi, ozg'inligi, giperaktivligi, energiyasi, charchashi yoki charchamasligi shu jarayonning tezligi yoki sekinligiga, yaxshi yoki yomonligiga qarab belgilanadi. Sifatsizligi. Demak, umumiy olganda metabolizm tanamizga bizni og'iz orqali yoki suyuqlik, qattiq jism shakli farqi yo'q. Oshqozon ichak tizimiga kirganda har qanday mahsulotni u tanamizdan chiqib ketguncha bo'lgan davrdagi uni taqdirini belgilaydigan omillarni umumiy ma'noda metabolizm desak bo'ladi. Metabolizm ikki xil ko'rinishda ketadi. Aytganingizdek, birinchisi bu katabolizm, ikkinchisi anabolizm. Katabolizm har qanday tanamizga qabul qilingan mahsulotni uni oxirgi birligigacha parchalab turib, undan energiya paydo qilish. Ikkinchisi o'sha paydo bo'lgan energiya ishtirokida paydo bo'lgan maydalangan oqsil, yog', uglev shunga o'xshash mahsulotlardan o'zini tanasiga kerakli bo'lgan strukturani yaratib olish. Bu anabolizm deyiladi. Ikkalasini doimiy bir-biriga balansi bor. Men nimada osteoporozda ko'p gapiraman shuni. Suyakni maydalaydigan qismi bilan suyakni paydo qiladigan qismi doim balansda turishi kerak. Qaysidir balans buzilsa, odam buziladi. Metabolizm shu narsa. Metabolizm agar kimdir tushunmasa, yana shu to'g'risida ma'lumot berasa ko'proq metabolizm to'g'risida savol bo'lsa berasizlar. Xo'p, metabolizmni nima ekanligini tushundik. Uni tez yoki sekin bo'lishligi nimaga bog'liq? O'zi qaysi yoshda tez yoki sekin bo'ladi? Sekin bo'ladi. Ayollarda nimaga tez, erkaklarda nimaga tez, qaysi nimaga tez, nimaga kam? Shu to'g'risida chuqurroq gaplashsak. Metabolizm jarayonlari bu asosan bog'liq asosan gormonal sistemaga bog'liq bo'ladi. Shitavitka, ya'ni qalqonsimon bezimiz buni kontrol qilib turadi. Albatta, birinchi o'rinda markaziy nerv sistemasi va undan keyin qalqonsimon bez. Shuning uchun ham qalqonsimon bez funksiyasi metabolizm va katabolizm jarayonini boshqaradi. Agarda kimdadir yurak tez urib ketaverishi, haroratni 36 dan yuqoriroq bo'lib yurishi, undan tashqari tez qorni ochiqiydi, tez ovqat yeydi, lekin ozib ketaverish jarayonlari bo'lganda, bu yerda ko'proq gipertireoz, ya'ni qalqonsimon bezning giperfunksiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Chunki bu bilan gastroenterolog bo'lsam ham menga keladi. Meni infeksionist ham bo'lganligim uchun parazitologiya bilan shug'ullanib
o'rganganligimiz uchun man ko'p yeyman, lekin tez ochqib ketaman, lekin ozib ketaman deb endi insonlar kimga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishni bilmaydi baribir. Shunda kelib qolganda unda gastroenterologik muammoga qaraganda endokrinologik muammo yuqori. Bu holat gipertireoz, ya'ni qalqonsimon bezning giperaktivligi organizm metabolizm jarayonini kuchaytirib yuboradi va yeyotgan ovqatidan tezlikda energiya hosil qilib tashlayveradi va yana ovqat so'raveradi va даже bazadagi yog'larni ham energiya manbai sifatida ishlatib yuboradi, chunki uning harorati yuqoriroq bo'ladi. Haroratning 36.6 dan yuqori bo'lib turishi ko'proq energiya sarflaydi va yurakning juda chasta tez 100 tadan ko'p uradi unaqa odamlarning yuragi, bu ham ko'p miqdorda energiya sarflaydi. Shuning uchun zapasdagi hamma mahsulotlar sarflana boshlaydi va odam ozib keta boshlaydi. Agarda qalqonsimon bez funksiyasi past bo'ladigan bo'lsa, bu gipotireoz holati hisoblanib, naborat bu odam juda sekin harakat qiladigan, ko'p uyqu bosaveradigan, uxlab turgandan keyin ham o'zini charchoq bilan turadigan va bular ichi ham, hazmi ham ovqat yegandan keyin kechgacha to'q yuraveradigan, ichi qotadigan, shunday belgilar bilan beradi. Bularda esa metabolizm jarayoni sekinlashgan bo'lib, bunday odamlar suv ichsa ham, bir kunda hamma 3 marta ovqatlansa, unda 1 marta ovqatlansa ham lekin semiraveradi. Chunki organizm zashita, organizmdagi butun nima faqat yog' yig'ishga qaratilgan bo'ladi. Umuman sarflashga organizmga hech narsa bermaydi. Bu holat metabolizm sekinlash holati. Bu ya'ni gormonal holatlar asosiy rol o'ynaydi. Gastroenterologik muammolarga keladigan bo'lsak, bu yerda jigarning yog'li gepatozi, o't tufagining yaxshi ishlamasligi, bu holatlar ham metabolizm jarayonini sekinlashtiradi. Nima bilan sekinlashtiradi? Oshqozon osti bezi va o't tufagining o'z funksiyasini bajarmasligi, yeyotgan ovqatimiz tarkibidagi minerallar, vitaminlarni oxirigacha parchalanmasligi, uni so'rilmasligiga va metabolizm uchun hujayralarning ichidagi jarayonlar uchun kerakli bo'lgan minerallarni yetib bormasligi va jarayonni sekinlashishiga olib keladi. Tushunarli. Hop, bu yerdan umumiy xulosa qilishimiz mumkin. Demak, bemorlarda umuman liboy har qanday odamda agarda unda metabolizm kuchsiz bo'lsa yoki kuchli yoki kuchsiz, ya'ni aktiv yoki noaktiv bo'lsa, buni aktiv yoki noaktiv bo'lishiga insonning konstitutsiyasi, o'zini yaratilish, tanasini holati bilan va turmush tarzi bilan bog'liq ekan. Metabolizmning aktivlik darajasiga qarab turib, u kishining semizligi, ozg'inligi yoki sog'lig'ining darajasi belgilanadi. Misol, metabolizm aktiv insonlarda immunitet yuqori fonda bo'ladi. Doim tayyor, baliz va himoyaviy liboy to'siqqa shunga qarshi turadi. Metabolizmi aktiv bo'lmagan insonlarda ularda immunitet o'ta sust bo'ladi. Chunki o'zi so'zida aytib turibdi, katabolizm yuqori emas, anabolizm yuqori emas. Unda immun hujayralar paydo bo'lishi, immunoglobulinlar paydo bo'lishi keskin past bo'lgandan keyin odamning immuniteti qayerdan bo'lsa. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, demak, semirish, ozish metabolizmni bilmasdan turib, uni kuchaytirish taktikasini tushunmasdan turib, ko'rko'rona bo'lgan harakatlar nolga chiqadi, to'g'rimi? Shuning uchun ham onlayn kurslar hozir tashkil etilgan, rosa ko'plab dietologlarda ochlik bilan davolash hamma bilmasdan qo'shilib olaveradi. Bu yerda imkoniyat yo'q. Ular ham onlayn qo'shilgani uchun har bitta odamni tekshirmaydi. Xohladingmi, semizmi, davay ozingmi? Bor endokrinologlar to'g'ri undan oldin davay menga gormonlaringni tekshirib tasha, shunga qarab san qo'shaman yo qo'shmayman deb aytayotganlar ham bor. Ya'ni ana shunday qilib vrach endokrinolog agarda oshqozon o't tufagida yarasi bor, yo oshqozonda o't tufagida toshi bor odamlar gastroenterolog dietolog deydigan bo'lsa, avval undagi jarayonni bilib, keyin unga har bitta mustaqil holatda dieta buyurilishi kerak. Masalan, o't tufagida toshi bor odamlarga ular aytayotgan ochlik yoki yarasi bor odamlarga ochlik bilan davolash yoki bir mahal ovqatlanish to'g'ri kelmaydi. Yoki organizm insulini baland bo'lib turib yoki bu yoqda shetavitkasida muammosi bo'lib turgan odamga ovqat yedirmay qo'ysangiz ham bir kunda bir marta yedirsangiz ham u semirishda davom etaveradi. Ya'ni organizmdagi jarayonda semirish sababini to'g'ri bilib olishimiz kerak. Tushunarli. Bu metabolizmni bolada yoshi deylik, mana hammaga e'tiborli bo'lgan 3-4-sinf, 5-sinfgacha bo'lgan, o'tish davrida og'ir bo'lgan bolalarda metabolizm tug'ma past bo'lishi mumkinmi yoki bu onani
xarakteriga, qo'pol aytganda farosatiga, uni bolani tarbiyalash taktikasiga bog'liqmi? Bizga bu jihatdan ham muhimda. Hozir mavsum bugundan mana Toshkent yana rekord o'rnatdi. Eng iflos havo bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda hozirlanadi. Butun dunyoda nafas olib turgan odamlar ichida eng baxtsiz bizamiz, chunki eng iflos havo bilan biz nafas olyapmiz hozir. Bugun hozirgi soatda soat 11:20 bo'ldi. Shu jihatdan bolalarga immunitet muammosi keskin. Havo kechadan keskin sovidi. Immunitetda tushib ketish degan narsa paydo bo'ldi. Nima ona qanday yo'l tutishi mumkin mana shu paytda? Yosh bolada metabolizmni aktiv qilishi uchun o'zi ota-onaning roli bormi bu yerda? Metabolizmning tez yoki sekinligi bu genetik 80-90% holatlarda ota-onadan bolaga o'tadigan meros hisoblanadi. Ya'ni ota-onada shuning uchun ham o't tufayli zagipi bormi? Ko'pchiliklarda so'raganda bolalarni ichi qotadi deb kelganda onada yo otada bo'ladi. Shitavetkada muammo bormi? Otada yo onada bo'ladi. Bolalarda o'zi metabolizm jarayoni juda ham aktiv bo'ladi. Ular hozir yeb yugurib, ular juda giperaktiv agarda sog'lom bo'lsa. Masalan, yerga sakrab doimiy aktiv turadigan bolalar tez ochqab ketaveradi, yeydi, hojatga boradi, chiqarib tashlayveradi. Opa, bu deydi, shunaqa ovqat yeydi, shunaqa ichib keladi, lekin yegani tashqariga chiqib ketaveradi deydi, ves qo'shmaydi deydi. Chunki bu yerda yeyotgan ovqatdagi energiyani 100% bola sarflab tashlayveradi, zapasga yig'a olmaydi-da bu jarayonda. Yeyotgan ovqatning tarkibiga ham bog'liq. Masalan, uni tarkibida yog'lar va oqsillar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, u zapasga yig'ilish ehtimoli bor va uzoq muddatga yetadigan energiya beradi. Lekin bolaga siz o'sha paytda uglevod beraversangiz, shirinlik berib qo'yasiz, yana aylanib keyin xamir beryapsiz, non beryapsiz, oq bulochkalar beryapsiz. Bunda undan faqat uglevod hosil bo'lib, uglevod erta yonadi va tez tugaydigan energiya beradi va u yana ovqat so'rayveradi bola. Shuning uchun ovqat tarkibiga qarash kerak bunday bolalarda. Bolalardagi o'zi bolalarda modda almashinuvi aktiv holatda bo'ladi. Juda ham kam. Agarda ularda yeyotgan ovqatlarida oshqozon osti bezi yetishmovchilik bo'lib, oqsil parchalanishi, yog' parchalanishi bo'lmasdan so'rilmayotgan bo'lsa, ana shunda bolaning modda almashinuvi yetarli minerallar, oqsillar yetmay qolganda bu jarayon o'z-o'zidan suslashishi mumkin. Ya'ni keyin borada defitsitlar, feritin tushib ketishi, anemiya boshlanadi. Shu joyda mana qarang, bolani xarizmasi jihatdan aktivligidan biz uni metabolizmi sust yoki aktivligini bila olamizmi? Bila olasiz. Demak, bola tez ovqat yeydi, ichib kelishi ham juda ham tez, bola juda ham energetik, yeyotgan ovqatda oshqozon oldida yotaman deb o'tiravermaydi. O'zi bola, sog'lom bola, to'g'ri xarakterdan ta'sir qiladi. Ba'zi bolalar salgina xarakterdan o'zi tug'ilganidan juda ham sakramaydigan, faqat aqliy mehnatga, o'yinchoqlar o'ynab o'tirishga moslashgan bo'ladi bu xarakter. Ba'zi bolalar o'zi sakrab doimiy energiya hosil qilaveradi. Bu bolalar o'sha metabolizmi kuchli bolalar hisoblanadi. Ular keyinchalik hayotda ham shunday bo'ladi va bu bolalarda agarda muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, ketovitkasi bilan muammo bo'lib, metabolizm sustlashadigan bo'lsa, ular birinchi bor doktorga murojaat qiladi. Chunki men juda ham aktiv edim, men juda ham energetik edim, hamma narsaga ulgurardim. Hozir umuman hech narsa qiziq emas deb kelishadi. Juda ko'p bunday odamlar keladi. Chunki odamning u joyi og'rigandan ko'ra pul topishga, yashashga, maqsad yo'qolib qolishi, faqat uyqu tortaverishi bunaqa energetik odamlarni bezovta qila boshlaydi. Tushunarli. Xo'p, endi bugungi to'g'ridan-to'g'ri temamiz 5 minut. Afsuski 5 minut narsaga 1 minutda. Bugungi to'g'ridan-to'g'ri temamiz ovqat hazm qilishga metabolizm bog'liqligi. Ovqat hazm qilish deganda oshqozon ichak tizimi bu yerda o'z-o'zidan bizning yeb ichishimiz va birinchidan qanday yeb ichishimiz, ikkinchi nima yeb ichishimizga bog'liqligi. Bu to'g'risida bir tushuncha bersak.
metabolizmimiz o'z-o'zidan agarda yaxshi bo'ladigan, normada bo'ladigan bo'lsa bizada ertalab zavtrak yaxshi qilamiz va yegan ovqatimiz agarda yog'larga bog'liq, oqsillarga boy bo'ladigan bo'lsa, biz 12 da ochlik hissini his qilishimiz kerak va 1 gacha bu hissni ozgina cho'zib olishimiz kerak. Ya'ni ochlik his qilgandan darhol ovqat yeb olmasligimiz kerak. 1 soat biz buni cho'zib boramiz va 1 soatdan keyin ovqatlanamiz. Ana bu ovqat 1 da bo'lgandan keyin 4-5 ga borib, odam organizmida yana nimadir yeyishga xohish paydo bo'ladi. Shuning uchun ham bu paytda polnik qo'yilgan bizning ratsionimizga. Nima uchun? Agar polnik qilmasangiz, kechki soat 6 gacha borganimizda juda ham kuchli ochlik his qilib, odam ko'p ovqat yeb qo'yadi. Shuning uchun polnikda ozroq o'sha ochlik markazini faqatgina uglevodli narsa bo'lmagan, juda ham sifatsiz bo'lgan mahsulot bo'lmasa, masalan, sabzavotli salatlar, bug'doy unidan qilinmagan holatdagi pishiriqlar yeydigan bo'lsangiz, siz keyin 2 soatdan keyin yengilroq ovqat yeysiz va tuni bilan oshqozoningizga nagruska bo'lmaydi. Demak, shundan bilishingiz mumkin. Demak, bir kunda men doim so'rayman, bir kunda 3 marta ochlik his qilasizmi? Ha, 3 martadan kam bo'lsa, o'zi bu odamda metabolizmi sekin. Agar yo'q, tez yeyman, har soat yeyman, men tez ochiraman, obedga yeta olmayman, orada yana bir yaxshi ovqatlar olishim kelsa, bunda metabolizm kuchayib ketgan, insulin rezistensiyasi ham oshib ketgan bo'ladi bunday odamlarda. Shunga qarab, o'zi ovqatlarning praktikasiga ta'sir qiladi. Odamlar ham metabolizmi kuchli bo'lgan odamlar ham ko'p yeydi, ham hosil qiladi, tez yoqib tashlab yana ovqat yeyveradi va o'zida unaqa semizlik his qilmaydi. Metabolizm normal odamlar esa bir kunda 3 marta normal ovqatlanadi, ichi ham bir kunda 1-2 marta shunga qarab keladi va odatdagidek odamlarda ish ratsioniga hech qanaqa charchamagan holatda xizmat ko'rsatadi. Metabolizm sekin odamlar ko'p yeydi, semiradi, lekin kam ish qiladi, charchaydi va yana uxlagisi kelaveradi. Bu yana energiya bazasining to'planishiga, yana semirishga olib kelaveradi. Shundan o'z odamlarni ajratib olsangiz bo'ladi. Mana. Hop, ovqat yeyish mahalini to'g'ri tushuntirdingiz. Men yana buni tasdiqlayman, o'zimning tajribamda ham. Kim ko'proq ratsional jihatdan 3 mahal ovqat rejimiga tushsa, uni doimiy ushlasa, tanani bioritmi shunga moslashadi. Biz o'zi bioritmga mos odamlarmiz, moslashadigan odamlarmiz. Tanamiz quyoshni mana bugun kunda 6-oyda bo'lsa, o'zi kun tunni baralashiga boryapmiz. Bizni uyg'onishimiz ham yotishimiz shunga moslashadi. O'zi qishdan o'tib bahorga qarab kunni uzoqlashib, tunni qisqarishiga qarab biz bioritmga moslashib yashashga majburmiz. Individual yashab bo'lmaydi. Endi kunlik bioritmga mos ravishda ovqatlanishimiz o'zgarishi kerak. Inson yozgi kunda ertalab soat 5 da choy ichishi yoki bo'lmasa zavtrak qilishligi to'g'ri qabul qilinadi. Bu paytda quyosh chiqqan, tetik uyg'ongan, hamma gormonlar kortizol uyg'onib, hammasi joyiga tushgan, u paytda nimadir yesangiz o'rniga tushadi va turib ishga ketasiz. Qish kunda soat kun 7:30 da chiqadi Toshkentda. 7:30 da quyosh ko'rinadi, 8 da ko'rinadi. Bu paytda ertalab 5 dan turib olib narsa yeyishlik bioritm jihatdan xato ham bo'ladi. Bioritmga mos ravishda 3 mahal yoki 2 mahal ovqat yeyish, uni o'rtasidagi narsa yemaslik to'g'risida to'g'ri tushuncha berdingiz. Endi ovqatda siz aytgandek ratsional jihatdan oqsilga, yog'ga, uglevodga va turli xil qo'shimcha vitaminlar, kalsiymlarga boy bo'lishi muhim. Endi bu yerda o'sha eng muhim narsa oqsil, yog', uglevod. Bizni butun dunyoning muammosi eng qimmat narsa go'sht. Go'sht. Dunyoda bundan tashqari muammolar ko'p. Biz insonlarning, dunyodagi insonlarning muammolari ko'p. Biz uchun eng keng tarqalgani hammamiz uchun ham bu ovqat ratsioniga amal qilish. Ratsionida eng qimmat narsa butun dunyo bo'yicha go'sht turadi. Go'sht mana arab davlatlarida juda qimmat. Ular uchun ham arzon yetishtirish oson bo'lgan tovuq upurni bergan bosadi. Misol biz tomonidan mol go'shti oqsil baribir qimmat. Inson men bilaman bir gemoglobini 160-150 yurgan sog'lom ayol erkak farqi yo'q. O'sha gemoglobinni uporda to'g'ri yo'lda ushlab turib doim yashashi uchun bir kuniga 100-150 gram lahm go'sht yeyish kerak. Qo'y, tuya, ot, mol farqi yo'q. Bu sog'lom odamga tegishli gap. Nosog'lom odam o'z-o'zidan uni yana ko'proq kompensatsiya qilish kerak. Shu jihatdan o'zi kam bo'lgan, zo'rg'a topib yeyotgan go'shtni, yog'ni, uglevodni proporsiyasi qanaqa? 3 mahal ovqatlanadigan odam uni ertalab, kunduzi yoki ertalab, obedda, kechqurun qanday proporsiyada yeyish kerak yoki
to'g'ri kelib qolganda xotin pishirib qo'yganda yoki ko'chaga kirib piyrashilgan paytda xohlaganda to'g'rilab qo'yaverish kerakmi? Yo'q. Masalan, men o'zim ratsionimni ham boshqalarga ham mani soham bo'yicha gastroenterolog muammosi bilan keladi, lekin men hammaga buni tavsiya qilaman. Ertalabki ratsionda albatta yog'ida zaytun yog'i yoki oddiy sariyog', faqat sariyog', margarin bo'lmasligi kerak, 82,5% baland. Agar magazindan oladigan bo'lsangiz yoki домашний qilingan sariyog', topленый maslo bo'lishi kerak. Mana shu yog' bo'lishi kerak. Yog' sekin parchalanadi hamda o't pufagini yaxshi qisqartirishga yordam beradi va yog'lar organizmimiz uchun gormonlarni ishlash uchun kerak. Bizda bitta tushuncha bor, yog' semirtiradi. Yog' semirtirmaydi hech qachon. Yog' semirtirmaydi. Yog'dan qo'rqmasak, faqat sifatli yog' bo'lishi kerak. Masalan, pista yog'larni sifatsiz yog'lar yeydigan bo'lsangiz, bular organizmni yallig'lanishga keltirib chiqaradi. Bularni tavsiya qilmayman. Sifatli yog' yeyishga harakat qiling. Albatta, ratsioningizda, zavtrakda esroqlarni o'ylasangiz ham, avvalgi bog'chalar o'ylasangiz ham, qora non, oddiy qora nonlarga hatto bitta porsiyadan sariyog' surib berilgan. Bu narsa kerak ratsioningizga. Yog' bo'lishi kerak. Oqsil albatta qo'shilishda yoki go'shtdan qilingan kotletlar, tovuq yo nima go'shtdan ortiga sirlar qo'shilgan holatda qilishimiz mumkin. Tvorog, unda ham oqsil, kalsiy ham bor, qo'yishimiz mumkin. Endi obeddagi ovqatimizda ham oqsilga boy va u yerda bizning ratsionimizda kletchatkali mahsulotlar qo'shishimiz kerak. Kletchatka, uglevodlar ham qo'shishimiz mumkin. Uglevod faqat uzoq hazm bo'ladigan uglevodlar, grechka kiradi. Polisaxaridlar va bular erta hazm bo'ladigan va kech hazm bo'ladigan bo'linadi. Masalan, magniy yormalari va mana oddiy bug'doy uni erta hazm bo'lib ketadigan hisoblanadi. Grechka, bu yerda pishenya, bular hammasi kech hazm bo'ladiganga kiradi. Shunday yeyishimiz. Polnikda esa iloji boricha meva, sabzavot pyurelari yoki ulardan qilingan faqatgina oppoq vishniy sort bug'doy uni emas, ovsyanka uni yoki grechkani undan qo'shilgan suflelar yoki biron pishiriq yeyishingiz mumkin. Kechki ovqatga esa iloji boricha kletchatkali mahsulotlar, masalan, bularga kiradi. Masalan, psilium salatga qo'shib yeyishingiz, babovilar, oqsilni shundan olishingiz mumkin. Chem go'shtning oqsiliga qaraganda nima deydi? O'simliklar oqsillari moshda bo'ladi, loviyada bo'ladi, no'xatda bo'ladi. Shundan qilingan nimalar, pyurelar yoki ovqatlar yengil miqdorda faqat 6-5 dan kech bo'lmagan holatda iste'mol qilishingiz kerak. Chunki kechki ovqatni ham olib tashlay olmaymiz, chunki ochlik his qilib qoladi. Agar 10-11 da uxlaydigan odam baribir och yeydi, och odam uxlay olmaydi va nimadir yeyishga to'g'ri keladi. Shuning uchun kechki paytda mana shunday hayvon oqsili bo'lmasin, hayvon oqsilini ertalab obedga qo'yib, kechki ko'proq baboviylar qo'yishingiz mumkin. Bulyonlar qo'yishingiz mumkin. Ana shu joyda bitta savolda, mana lichniy optimdan savolim. Hozir texnologik davr, ekran vaqti, demak, texnikani qurboni, ekran vaqtini, ko'zni ekranga tikib turish vaqti 10 soatdan yuqori juda ko'pchilikda hamma biladi. Telefon, televizor, kompyuter hammasi hisoblaganda. Kun mana bugungi kunda soat 6 da shom kiradi, bo'ldi, qorong'i tushdi. Bioritm bo'yicha уже biz to'xtashdik. Ertalab 2-3 gacha o'tiradigan odamlar bor. Siz aytgandek, kino ko'radi, nimadir bahona qiladi, o'sha bemazali ishlardan shug'ullanadigan, mazali ishlardan shug'ullangan odam ham shular. O'sha odamlarda metabolizm qanaqa bo'ladi? Kuchli bo'ladimi, kuchsiz bo'ladimi? Bu harakatdan kelib chiqqan holatda. Kuchsiz bo'ladi bu odamlarda. Chunki hosil bo'lgan baribir kuchli bo'ladi. Chunki yegan ovqatingizni faqatgina sarflash uchun qon aylanishi tezroq bo'lishi kerak. Aylanish tezroq bo'ladi, tezroq sarf bo'ladi. Energiyaga sarfladi, qismi ozmi yog'ga boradi. U yesa, lekin divizhiya qilsa, demak metabolizm kelishadi va uni energiya sarfi yo'q. Ya'ni kiryapti, masalan, kilokaloriya, 1000 kilokaloriya kirdi. Nima qilamiz? Biz sarflamizmi, yog' bo'lamizmi? Bu ishlamayapti, bu kerak emas bizga energiya. Davaysa biz yog'ga aylanamiz deydi. Shuning uchun ham gipodinamiya, semizlikka olib keladi. 1000 kачественный ovqat yegan taqdirda ham.